Yana Frankfurtga qaytib keldik. Hozir bu yerdan 4-5 soatdan keyin O'zbekistonga uchib ketishimiz kerak. Lekin o'zbekistonliklarning Germaniyadagi bizneslarini sanab charchamayapmiz. Mana shu o'zbekcha nomli Anor mehmonxonasini Frankfurtda o'zbekistonliklar yuritishadi. Shundoqqina aeroportning yaqinida va yonimda Muslimbek turibdilar. Muslimbek bu yerda marketing menejeri lavozimida ishlaydilar. Faqatgina bu yerning xizmatlari Anor mehmonxonasi bilan cheklanib qolmagan. Xuddi Madiyor akaday Frankfurtda bular boshqa xizmatlar bilan ham shug'ullanishadi. Ismim Muslimbek. Anor Hotelda marketing menejeri bo'lib ishlayman va undan tashqari bizda tibbiy xizmatlar bilan shug'ullanamiz. O'zbekistondan davolanishga kelganlar bilan tibbiy xizmatlar bu yerda klinikalarni bog'lab qo'yib, ularni davolanishiga ham yordam beramiz. Undan tashqari travel xizmatlarimiz ham mavjud. Travel xizmatlari butun Yevropa va Germaniya va butun Yevropani o'z ichiga qamrab oladi. Sayyohlik xizmat. Sayyohlik xizmat, ha. Bu mashinalar ham sizlarning o'zinglarniki, ha? Bu mashina biz o'zimizga tegishli. Bu mashina orqali har xil klassda, budjetli yoki VIP klasslarda xizmatlar ko'rsatamiz. Qimmat mashinaga o'xshayapti. Ha, ozgina. Endi ichkariga kirib suhbatimizni davom ettirsak, tashqarisi sovuqroq ekanda. Katta mehmonxona ekan-a? Ha, ko'pchilik o'ylaydi o'zbeklarni Frankfurtdagi hotel deyilsa, bir kichik joy tasavvur qilinadi. Ya'ni 130 talik xona va juda katta oilaviy xonalarimiz borda bizda. Ya'ni oilaviy turish uchun ham 20 taga yaqin 4 kishilik xonalar mavjud. Katta biznes qilishgan. Katta biznes, yana asosan o'zbekistonliklar ishlashadi. Asosan o'zbekistonliklar, 60-70% o'zbekistonliklar ishlashadi. O'zbekcha muhit, o'zbeklar bilan. O'zbekistonliklar degani hammasi shu yerda ishlab O'zbekistonga pul jo'natyapti degani-da, to'g'rimi? Shunday. Nechta o'zi bu yerda xodimlar o'zbekistonlik? O'zbekiston xodimlari 12-13 ta xodimda. Yaxshi. Biz Frankfurtda bo'lganimiz uchun Frankfurt nafaqat Germaniyani va butun Yevropani markazi desa ham bo'ladi va eng katta Yevropadagi aeroport. Bu yerga keladiganlar juda ko'p. Hotelda shu yerda joylashganining ham asosiy sababi shu. Mehmonlarimizning ham asosiy qismi shu Frankfurt aeroportidan keladiganlar. Va mehmonlarimizdan travelga va tibbiy turizmga keladiganlar ko'pchiligi o'zbeklarga xizmat qilamiz va samolyotgacha tizimimiz ham bor, ya'ni mehmonlarni samolyotdan kutib olib, yana samolyotgacha yetkazib qo'yamiz. Samolyotdan degani bu aeroportdan degani emas, aynan samolyotning o'zidan. Aeroportdan emas, aynan samolyotning o'zidan, ya'ni zinadan tushishi bilan kutib olinish. O'zbekistonliklar butun Germaniya aeroportlarini qo'lga olgan, Myunxenda Madiyor aka shunaqa qilayotganlar. Bu yerda Frankfurtda sizlar qanday bo'ladi u? Boshqa raqobatdoshlar ham bormi? Shu xizmat bilan shug'ullanadigan? Boshqa raqobatdoshlar ham bor. Endi har bir ishda bo'lgani kabi bizning ishda ham raqobatchilar bor. Endi raqobatbardosh bo'lishga va shu xizmatlarimizni sifatli qilishga o'zimiz harakat qilyapmiz. Shuning uchun asosiy biz oladigan mijozlar O'rta Osiyo, asosiy qismi O'zbekistondan keladiganlar. Bizga Shveysariya 2-3 soatlik yo'l, Italiya ham 2-3 soatlik, Fransiya ham bir qadam. Ya'ni butun bir kunda o'zida ertalab nonushtani Germaniyada, obedni Fransiyada va kechki ovqatni Shveysariyada, ortib qolgan joyga Italiyaga ham borish mumkin-da. Ya'ni 3 ta 4 ta davlatni bemalol aylanish mumkin agar aylanaman degan odamlar bo'ladigan bo'lsa. Sizga havasim keldi. Men ham kelsam ishga olasizlarmi? Bu olamiz. Til bilmayman lekin. O'rganishingiz kerak-da. Bo'ldi, qaytishda o'rganaman. Qaytishim bilan til o'rganaman. Germaniyaga keladiganlarda, boshqa davlatlarga ham chiqadiganlarda menimcha xuddi shu muammo. Tilni zo'r o'rganib kelish kerak. Men 5-6 oy kechroq borishsin, lekin tilni zo'r o'rganib kelishsin. Nafaqat Germaniyaga, boshqa davlatlarga ham, chunki bu yerda biz o'zimizni emas, butun O'zbekistonni yuzini ko'rsatamiz-da.